Assalomu alaykum. Demak, YouTube kanalimiz uchun maxsus qo'shma yo'lidan sertifikat savollari bilan yozma ishni sizlarga yechimlarini qilishga harakat qilyapman. Birinchisi, masalan, boshlaymiz. Birinchi masala. Yo'qa daraxtning barglari keng bo'lishi, katta, shoxlari egri bo'lishi, kichkina, katta bir. Gulning kuchli bo'lishi katta D, ya'ni dominant genlarga bog'liq bo'lib, shu genlar bitta xromosomga birikkan holda aksiylanadi. Mana genetik xarita berilgan, ya'ni A, B, D gametalarning hosil bo'lish foizlari berib qo'yilgan. Masalan, sharti mana dominant genlar bir tarafdan olgan, o'simlik o'ziga o'xshash genotipli bilan chachtirilgan. 20 ming avlod olingan bo'lsa, ya'ni hosil bo'lgan aytmoqda, yuqorida ham foydalanib qo'yganlar. Demak, biz qiladigan ishimiz qaraymiz. Birinchi shartlarni yozib olishimiz kerak. Masalan, katta, keng aytib qo'ydik. Ya'ni bargi keng, kichkina katta egri, shoxlari egri, guli uchta katta. Demak, uning resessiv alleler qarama-qarshi, ya'ni katta tor, kichkina bir tekis, kichkinada oq. Hop, genetik xarita berilgan. A katta va kattada ketma-ketlik. Ota-onalarni mana yozib oldim. Ota-ona o'ziga o'xshagan. Aytib qo'yibdiki, katta, ya'ni dominant genlar bir tarafda joylashgan degan uchun A, B da ketma-ketlikda qildim. Ya'ni bitta ko'rayotgan bo'lsangiz agar bitta nomda joylashgan. Shuning uchun bitta tarafga qilib oldim. Demak, buni tushundingiz. Endi masalan shartlarni kirish uchun bulardan 64 ta gameta olinadi. Masalan, bulardan foydalanib davom etamiz. Demak, men mana jadvalda avval yozib oldim. Agar yozib olmasam juda ko'p vaqt olib qo'yarkan. Yozib tushuntirsam, shunga tezroq tushunish uchun agar tushunmasangiz videoni qaytarib ko'rishingiz mumkin. Demak, yozib oldim mana. Birinchi gameta o'zi ABD, ikkinchisi yondagi sherigi kichkina. Ya'ni bir nokrosin bo'lgan. Nokros deb yozib qo'ydim mana. Yozildi. Undan keyin A geni almashyapti. Bitta D geni almashyapti. D geni almashdi. Undan keyin ingistamayetda A geni almashdi mana. Katta bitirib o'tdi. Ya'ni kichkina katta bir A da o'zgarish bo'ldi, bunda D da o'zgarish bo'ldi. Ya'ni A va B o'rtasida yakka kreshing bo'ldi, B va D o'rtasida yakka kreshing bo'ldi. Oxirgisi qo'sh kreshing bo'ldi. Bitta qo'sh kreshing bo'ldi. Ya'ni B genlari almashdi o'rtada. Chunki B geni almashganimiz variantda genetik xaritada ko'rsatib qo'ygan o'rtada B harfi turgan. Bu degani qo'sh kreshing bo'ladi degani. Biz buni tekshirish uchun bu yerda qarasak ko'ramiz. Ya'ni qo'sh kreshing degani foizi kam bo'ladi. 2% bilan 3%. Eng foiz kamlar, demak chalkash darajasi foizi kam bo'ldi, chalkash darajasi yuqori qo'sh kreshing 25% va 20% eng yuqori bo'lgani uchun bular nokrosin gametalar. Buni nazariy jihatdan bilishimiz kerak. Buni yozib oldik. Endi bizda foizlar berib qo'yib, har bir gameta, masalan, katta 25%, mana bu 20% yoniga qo'yib oldim. Va ota-ona xuddi shunga o'xshash bo'lgani uchun bu tarafga ikkinchisini shunday yozib oldim. Keyin shart o'qidim. Ashar barglari keng, shoxlari tekis, gullari pushti. Ya'ni barglari keng degani mana katta A edi. Xo'p, shoxlari tekis bo'lgan kichkina B edi. Va pushtilarga bo'lsa katta D, kichkina D ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa organizmlarni topdim men. Ashar bo'yicha. Faqat chatishtirib o'tirmadim. O'zingiz chatishtirib olasiz. Ya'ni mana bu tayoqchadagi genlar va bu tayoqchadagi genlar bir-biriga yonma-yon yoziladi. Men chalkashib qolmaslik uchun A shartini uchun A qo'ydim. Ya'ni mana bu yerda to'g'ri keladi shunaqa, ya'ni katta A, kichkina B, katta D. Mana bu yerga kichkina, ya'ni katta A bitta bo'lishi kerak, katta D bo'lishi kerak. Bu yerda katta A ham bor, katta D ham bor. Bas kichkina bo'ladi. Farq yo'q. Demak, bu bor ekan. 3%, 20%, 20 ga ko'paytirsak 60, 100 ga bo'lsak 0.6% ekan. Mana bu yerda ham bor ekan. Katta D'si bor va katta A'si bor. Qolganlar kichkina. Har birini topib chiqdi. Mana topib chiqqanimda qora harfda A'dan 0.6, 1.2 mana ko'paytirib topganim shuncha. Masalan, 3 ni bu qatda to'g'ridagi 8/24. 100 ga bo'lsa 0.24. A'larni topib chiqdim va mana bunaqa genotiplilarda, ya'ni ikkita katta bo'lishi ham mumkin, ikkita katta D yoki kattada kichkina D yoki katta kichkina, lekin basi o'zgarmaydi. Shunaqalarni topib chiqdim. Mana foizlarni qo'shsam 5.07% berar ekan. Bizda avlod 20 mingta, mana masalan shartda aytib qo'ydi. 20 mingta avlod berilgan bo'lsa deb, 20 mingta. 20 mingta bo'lsa, o'sha 100%, 5.07% topsam 1014 ta chiqar ekan. Shart javob. Endi bu shartda barglari tor, shoxlari egri, gullari oq rangli. Ya'ni mana tor,
kichkina harfda yozib qo'yganmiz. Kaltga qaraymiz. Bu kaltda bu to tekis oq rang. Tekis demakmi? To to egri oq rang. Bunaqalarni masalan mana o'tib ketadi. Katta B, kichkina b yoki katta B, katta B bo'lishi mumkin. Mana B harfini bu yerga oldim. Katta B'si bor, kattada kichkina. Kichkinada uzr kechirasiz va katta B'si bor. Bitta ham qarang buni. Bular qo'lni kichkina, bitta katta B'si bor. 0.4. Ya'ni 2 kare 2 4. 2 kare 20 40 yuzga bo'lsa 0.4. Bitta ham shunaqa bor mana kirishing o'rnlari ichida. Qo'shib turibdi. Va bitta qo'shib turib bo'lyapti. Yani 2 kere 2 4 100 bo'lsa 0.04 topib oldim va ularni qo'shib qilsam 0.84%. 20 mingtamiz 100% 0.84%ni topsa 168 ta organizmimiz bor ekan. Endi sal shartga qaraymiz. B va D genlar orasidagi haqiqiy masofani toping. Bu juda eng oson. B va D genlar deyapti. Demak, B va D genlarga qaraymiz. B, D genlar. Bizda B va D genlar orasidagi masofani topishimiz uchun bitta B va D genlar masofasi berib qo'yibdi, mana foiz berib qo'yibdi. Ya'ni 8 ga 18 mana plus 5 qayerdan keladi degan savol tug'iladi. Bu 5 anondan kelyapti. Amaliy qo'shtirishingga foiz kelyapti, ya'ni bizdan genlar orasidagi masofani so'ragan. B va D genlar haqiqiy masofani emas, haqiqiy masofani so'ragani uchun agar foizini so'raganda bu 5% qo'shilmasdi. Biz foizimiz haqiqiy masofa so'ragan uchun 18 plus 5 undan qo'shiladi 23 marganida bo'ladi. Demak tushundik-a? Genlar orasidagi masofani topishdi. Tushundik. Endi B va D genlar tushundik. Endi nimaga o'tamiz biz? Demak, mana bu yerda tushundilaringizmi? Mana 10 qayerdan keldi, 8 qayerdan keldi mana. Ya'ni A va B gen orasidagi bizdan A va B'ni so'ramagan ekanmiz. B va D'ni so'raydi. B bilan D gen B 10 8 buni qo'shdik. Keyin agar foizini so'raydigan bo'lsa, buni birga ko'paytirib 100 ga bo'lamiz. Bizdan foizimiz masofa so'rayapti. Ya'ni 10 ga 8 plus amaliy qo'shib kirasinga bo'ldi. Mana 3 ga 2 qo'ysak amaliy 5 o'shani ham qo'ysak bizdan masofa kelib chiqadi 23 marganida. Endi D'da eng oson so'rab qo'yibdi. Nokrossingover gametalardan hosil bo'lgan avlodlar. Biz mana nokrossingover 25%, 20% bitta ham xuddi shunday bo'ladi. 25 ni 25 ga ko'paytirib 100 ga bo'lsak 625 har birini. Masalan 20 ni 25 ga ko'paytirsak 500 100 ga bo'lsak 5 bo'ladi. Har birini topib oldim. Qo'shib chiqdim mana. Qo'shsam 26-25%. Bizda 20 mingta avlod bor, o'sha 100%, 20.25%imiz qancha desak, 4050 ta chiqar ekan. Bu qo'shib chiqarilganlarda milliy sertifikat imkoniyatlarini bilganlar uchun yozma ish masalalari o'rganib olishingizni tavsiya etaman. E'tiboringiz uchun rahmat.